siz yutqazdingiz. Tasavvur qiling, qaysi kuni siyonist tanishingizga bitta oddiy savol beradi. Tanlayapti, yoki 100 ming, yoki 1 so'm. Faqat 1 so'm bittadan sharti bor. 1 so'm har kuni bir oy davomida 2 barobarga oshib ketadi. Bu degani ikkinchi kun 4 so'm, uchinchi kun 8 so'm, и так далее bo'lib ketaveradi. Siz o'ylamasdan 100 ming tanlab oldingiz. Молодец. Men sizni tabriklayman. Hop, bir tarafga 100 mingimizni yozib olamiz. Mana. Ana endi qarang, birinchi kun sizga 1 so'm beryaptim, har kun 2 barobarga oshib ketayotgan bo'lsa, 1 karra 2 deb yozamiz. Har kun 2 barobarga oshib ketadigan bo'lsa, darajaga x yozib olishimiz kerak. Hop, x nimani anglatadi? X bu necha kunligi degani. Ya'ni misol uchun x o'rniga 5 yozadigan bo'lsangiz, 2 ni 5-sida bu 32 bo'ladi. Ya'ni 5-chi kun 32 so'm topar ekansiz atiga. Keyin endi 10-chisini yozinglar. Bu 10-kun. 10-chi kun atiga 1024 so'm. Ya'ni 1000 so'mdan avtobusingizga proyezdingizga ham yetmayapti. Xursand bo'layotgandingiz 100 ming tanlaganingizga. Yo'q, xursand bo'lmang. Davom ettiramiz. 220-si. Bu 1 million 48 ming degani. Ana endi davom ettiramiz. 2 ni 30-sini hisoblaymiz. Ya'ni oxirgi kunni hisoblaymiz. 1 0 7 3 7 4 1 8 2 4. Buni dollarga o'tkazadigan bo'lsak, bizda 89478. Buni dollarga o'tkazadigan bo'lsak, bu примерно 8 dollardan sal kattaroq chiqadi. Shunda siz 8 dollar talab qo'ydingiz 89000 dollar o'rniga. Achinmayapsizmi? Achinmang, sizga hech kim buni ham bermayapti. Hammaga rahmat.